Bir o'quvchim judayam tortinchoq, lekin ilmli, bilganini ko'rsatib bera olmaydi. Shunday holatlarda qanday metodlardan foydalansam bo'ladi? Zo'r savol. Demak, hozirgi paytda sinflarimizda shunday o'quvchilar bor, yo'q emas. Bu ruhiy holatdan o'sha zo'riqish paydo bo'lish orqali bolalar gapirmoqchi bo'lgan gapini qo'rquv orqali gapirmaydi. Bunda qanday qilib chiqishimiz mumkin? Birinchi tavsiyam, imkon qadar darsingizda 2-3 daqiqalik metodlardan foydalanib, hamma bolalarni ketma-ketlikda gapirishga yo'naltirilgan metodlardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Masalan, kechagi darsni esladik, kechagi darsda sizni yodingizda qolgan 3 ta so'zni daftarga yozing. Yozishdi, 1 daqiqa vaqt ketdi. Endi sharh bermasdan o'qiymiz. Marhamat, Akrom, sendan boshlaymiz. Akrom, Durdona, Sitora, Hilola va o'sha tortinchoq o'quvchimizga kelganimizda o'qay desak, yo'q deyishi mumkin. Yaxshi, rahmat, yozding-a, lekin молодец, davom ettiramiz. Xuddi shunday metodlarni bitta darsda 2-3 marotaba damma-dam o'tkazing. Bolaga kelganida o'sha tortinchoqqa birinchisida gapirmaydi, ikkinchisida yozdim, lekin aytmayman deydi, uchinchisida tortinib turadi, to'rtinchisida sekin o'qiydi, beshinchisida endi o'qishni boshlaydi va keyin jamoaga qo'shilib ketadi. Bunday sinflarda biz mana shunday metodlardan foydalanishimiz va bu bolani gapirtirish uchun majburlamasdan, lekin o'zini ishtiyoqi, xohishini paydo qilib, bu jarayonni tashkil qilishimiz kerak.